zikr qilishimizga ham Alloh yordam bermasa, eng oson bo'lgan zikrni ham aslida tarozida og'ir bo'ladigan, lekin tilga yengil bo'lgan o'sha zikrni ham qilolmay qolamiz agar Alloh yordam bermasa. Agar Alloh yordam bermasa, inson nima qilolmay qoladi? Shu o'qiyotgan Qur'onimizni ham o'qiy olmay qolamiz. Gohida ba'zi kishilarni ko'rasiz, masjidga boradi. Boshqalardan ko'ra ertaroq bo'ladi. Shu oldida turgan 1 metrlik joyda turgan Qur'onni olishga qo'li bormaydi. Chunki Alloh yordam bermasa qiyin. O'tirib o'sha yerda ham yo o'yin o'ynab o'tiradi, yo telefon chiqilib o'tiradi. Lekin Qur'onni olib o'qishga uddasidan chiqa olmaydi shuni. Yoki ko'rsangiz, masalan, Alloh yordam bermaydigan bo'lsa, majlislarda masalan, g'iybatdan tilimizni tiyish uchun ham Alloh yordam bermasa, inson tiya olmaydi. Befoyda narsalarni gapirganini ko'rasiz, boshqalarni ko'rasiz. Ishlarni hammasida demak Alloh taoloning nimasi yordam bo'lmasa, inson biron narsa qilish qiyin. Va in min shay'in illa indana khazainuhu, biron bir narsa yo'qki, illo uning xazinasi bizning nazdimizda, deyapti Alloh subhanahu va taolo.